Milliy Pay ilovasi orqali Rossiyadan O'zbekistondagi istalgan Uzkart hamda Humo kartalarga tezkor va asosiysi eng zo'r kursda pul o'tkazishingiz mumkin. Bundan tashqari ushbu ilova orqali barcha turdagi kommunal to'lovlarni, mobil operatorlar hamda internet provayderlar uchun to'lovlarni tez va oson amalga oshirishingiz mumkin. Qo'shimcha savollar va ma'lumotlar uchun operatorlarimiz kun-u-tun sizning murojaatingizga tayyor. Ishonchlisini tanlang. Milliy Pay'ni tanlang. Ilovani App Store yoki Play Marketdan yuklab olishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni O'zbek so'miga nisbatan 2-iyun kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 22 so'mga ko'tarilib, 1 AQSh dollari 12790 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,279,043 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 86 so'mga ko'tarilib, 1 yevro 14,486 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1,448,644 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubl kursi esa 0,03 so'mga pastlab, 1 Rossiya rubli 162 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 162,600 so'mga teng bo'ldi. Qozoq tangasi esa 0,08 so'mga pastlab, 1 qozoq tangasi 25 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 qozoq tangasi 25,040 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, har kunlik dollar, yevro, rubl hamda qozoq tanga kurslarini kuzatib borishni